Har bir ota-ona to'ng'ich farzandiga vasiyat qilar ekan. Shuningdek, bizning ham oilada to'ng'ich farzand opam bo'lgani uchun onam doim opamga shunday vasiyat qiladi. Shu she'rimni vasiyat deb nomlaganman. Vasiyat. Onam der opamga qarab, ma'yus turib boshini silab, bolam gaplarimga yaxshilab sol quloq, bugun borman, erta yo'qman, qolib ketsam-da uzoq. Sen meni katta qizimsan, mendan keyin qolgan izimsan. Bo'l mehribon ukayu singlingga, xato gapirib tegsa ham ko'nglingga. Sen meni aqlli maslahatchim, menga yurakdan maslahat berar kim? Ko'tarishgin ukalaring g'amini, qiynalib qolgan bo'lsa qilib bergin kamini. Sen ko'zimni oqu qarosi, doim malhamsan dardim yarosi. Shundoq gap ayt sehrli, ukalaring bo'lar shunda mehrli. Doim aytganman dardi quvonchim. Axir sensan-ku hayotdagi suyanchim. Sen kattasan, ular yosh, ne qilsalar doim bo'lgin bosh. Sendan ular olar andaza, hamisha ko'ngling bo'lsin toza. Shoshilma hayotda, biroz to'xtagin, imkon qadar menga o'xshagin. Shunda o'xshatar seni menga, mehribon bo'lar ular senga.